Ulug'bek Hamdam. Ota, nega aynan shu kitobni o'qish kerak? Birinchi sabab muallif. Ulug'bek Hamdamning asarlari kitobxonlar va adabiyot ixlosmandlari tomonidan yuksak baholangan. Uning sodda, ammo ta'sirchan uslubi o'quvchini ilk sahifalardanoq o'ziga rom etadi. Ikkinchi sabab mavzu. Ota romani otalik tuyg'usi, otalik mas'uliyati, fidoyilik va insoniy burch haqida chuqur mushohada yuritadi. Bu asar har bir farzand va har bir ota uchun qadrli hayot saboqlarini o'zida mujassam etgan. Uchinchi sabab asarning mazmuni. Hajman katta bo'lmasa-da, unda bir insonning butun umri, urushning og'ir sinovlaridan tortib, umrining so'nggi lahzalarigacha bo'lgan hayot yo'li yorqin tasvirlangan. Tug'ilish va o'lim oralig'ida insonning eng ulug' vazifasi, ota bo'lishning asl mohiyati ochib beriladi. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasi o'zbek onalarining buyuk timsolini yaratgan bo'lsa, Ulug'bek Hamdamning Ota romani o'zbek otasining chinakam siymosini gavdalantiradi. Mutolaa yakunida siz ham bu kitobni yaqinlaringizga tavsiya qilishingizga ishonamiz. Ota, otalikning buyukligi, mehr, mas'uliyat va hayot haqiqatlari aks etgan unutilmas roman. Mutolaa qiling va yaqinlaringizga ham tavsiya eting.